11-misol. ABCda kvadrat ichida olingan O nuqta shunday olinganki, bunda O'si O'da ildizi 41 ga, O'dan A'gacha bo'lgan masofa 5 bo'lsa, kvadrat yuzini toping deyilibdi. Xo'p. Demak, masala quyidagicha bo'lyapti. Kvadrat berilyapti. Kvadrat to'rala 90 gradus tomon, to'rala tomoni bir-biriga teng bo'ladi, bilamiz. Va kvadrat ichida qandaydir O nuqtani olibmiz. Mana shu O nuqtadan uchlarigacha bo'lgan masofalar berilyapti ekan. O'si bilan O'da ildizi 41 ga teng ekan. Ildizi 41, bu yer ham ildizi 41 ga teng. Va O'dan A'gacha bo'lgan masofa bu yer 5 ga teng ekan. Mana shu ma'lumotlardan foydalanib kvadratni yuzini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p. Bu yerda nima qilamiz endi? Mana shu O nuqtadan tomonlariga parallel, ya'ni tepangi va pastki tomoniga parallel qilib bitta kesma o'tkazib olib turaman. Mana kesma o'tkazib oldik. Parallel o'tkazgandan keyin bu yerlar 90 gradus bo'lib qoladi. Endi mana shu kesmalarda bu yerdagi kesmaning uzunligini A, bu yerdagi kesmaning uzunligini B deb belgilab turaman. A bilan B deydigan bo'lsak, endi e'tibor bering. Shunchaki shunaqa belgilash kiritib oldim. O'zi masalani yechayotganda har xil belgilashlar kiritiladi. Ixtiyoriy masofangizni belgilab o'shunga bog'lab ketaverasiz. Men mana shu joyda A bilan B dedim. Endi kvadratning bitta tomonining uzunligi nimaga teng bo'lib qolyapti? A plus B bo'lyapti mana. Mana shunday pastga olib kelsak, mana bu joy A plus B. Endi bu tomonlar ham demak A plus B dan bo'ladi. Bu yerda teng yonli uchburchak bor ekan. Mana ildizi 41, ildizi 41. Teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakning mana balandligi, mediani ham bo'ladi. Bu ikkala kesma bir-biriga teng. Demak, tomonning uzunligi nima edi? A plus B. Bunaqasiga ham A plus B bo'lsa, mana bu joydagi kesma A plus B taqsim 2 bo'lib qolyapti. Endi mana shu yerda qulaylik uchun boshida mana buni A bilan B deb emas, misol uchun 2A yu 2B deb oladigan bo'lsak, 2A 2B deb oladigan, mana bu nima bo'lib qolardi? Xo'p, demak, jami uzunligi nimaga teng bo'lyapti? Endi jami kvadrat tomonining uzunligi 2A plus 2B bo'lyapti. Mana bu joy o'shini yarmi bo'lsa, endi bu yer A plus B bo'lib qoladi. Bu narsa shunchaki qulaylik uchun, o'zi aslida A B deb A plus B taqsim 2 qilib ketsa ham bo'laveradi, faqat hozir mana bu tomondagi keyingi hisob-kitoblarimda cho'zilib ketadi. Sal uzoqroq hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Xolos, bunday qilsak qulayroq bo'ladi. Hozir pastda 2 bor, keyin u umumiy mahraj berish kerak. Naryoqdagi sonlar kattalashib ketadi. Biroz bo'lsa ham qulayroq bo'ladi mana shunday qilib olsak. Xo'p, A plus B bo'ldi. Mana bu joy ham A plus B bo'lib qoldi. Shunaqangi belgilab oldik. Endi o'z-o'zidan mana bu joy ham A plus B, bu yer ham A plus B bo'laveradi. Mana yozib qo'yaman. A plus B, bu yer ham A plus B bo'ldi. Chunki yarim ekan. Teng bo'ldi. Xo'p, endi mana shu holatda mana belgilashni kiritib oldik. Qandaydir belgilash kiritasiz, qolgan hamma tomonni uzunligini o'shanga bog'lab chiqdingiz. Endi mana nima qilsak bo'ladi? Bu yerda to'g'ri burchakli uchburchaklar bor bir nechta. Mana bittasi mana. Bitta bu yoqda ham bor. Ana shularga nisbatan nima qilsak bo'ladi? Pifagor teoremasidan foydalansak bo'ladi. Demak, mana kichkina uchburchak uchun Pifagorni yozaman. Demak, bitta katetning uzunligi A plus B. Uni kvadrati A plus B ni kvadrati plus ikkinchi kateti 2b, uni kvadrati 4b kvadrat bo'ldi. Mana shu teng ekan nimaga? 25 ga. Mana shu holatda bo'ldi. Endi mana bu yoqdagi to'g'ri burchakli uchburchakka nisbatan ham Pifagor qilsak bo'ladi. Bunga nisbatan Pifagor qilsak, bitta kateti A plus B, demak A plus B ni kvadrati bo'lar ekan, plus ikkinchi kateti mana 2A, uni kvadrati 4A kvadrat bo'ladi. Barobar gipotenuzani kvadrat. Gipotenuzasi ildizi 41. Uni kvadratga oshirsak 41 bo'lib qoldi. Ana. Endi mana shu joyda A bilan B ni qiymatini topsak bo'ldi. A bilan B chiqqandan keyin mana bu joyga qo'yib yuborsak, kvadrat tomoni chiqadi, keyin yuzasini bemalol topib qo'yamiz. Endi mana sistemani yechish qolyapti, xolos. Xo'p. Bu sistemani qanday qilaman? Bir-biridan ayirib yuborsam. Xo'p, pastdan tepani ayiradigan bo'lsak, mana pastdagi tenglamadan tepani ayirib yuboraman. Qarang, A plus B ni kvadratlari bir xil ayrilib ketadi. O'zi bo'lmaganda mana ochib, yoyib, soddalashtirib yechsangiz ham bo'laveradi. Mana shu holatda ayirib yechsak ham sal osonroq bo'ladi. Demak, ayirib yuborsam, bular ketdi, ayrilib ketadi. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, 4A kvadrat minus 4B kvadrat teng 41 dan 25 tarsam 16 chiqadi. 4 ga bo'lib yuborsak, bu yerdan A kvadrat minus B kvadrat
Xo'p, 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana shu bitta sistema. Endi mana shu bilan bulardan bittasini sistema qilib olaman. Aytaylik, men tepadagini olaman. Xo'p, a kvadrat ochib chiqyapman endi. Men tepadagi tenglikni ochib chiqyapman. Plus 2ab plus bundan b kvadrat chiqadi-da, bunga qo'shiladigan bo'lsa 5 ta b kvadrat barobar 25 bo'lib qoldi. Pastdagini yoniga olib kelamanda a kvadrat minus b kvadrat teng 4. Endi mana shu ikkalasini sistema qilib yechib qo'yamiz. Xo'p, bu holatdagi sistema qanaqa qilib yechiladi? Mana shu ko'rinishda sistemani yechishda o'zini alohida metodikasi bor. Qanday yechiladi desa, shu holatda nisbat olib boriladi. Ya'ni qo'shmaysiz ham, ayirmaysiz ham. Aytaylik, bu yerdan a ni topib pastga qo'yib yuboraman desam, murakkablashib ketadi yoki bu yerdan b ni topib tepaga qo'ysam, murakkablashib ketadi. U usulda ham qilib ko'rish kerak, u uzunroq yechim bo'ladi. Shu holatda bir-biriga bo'lib yuboramiz. Endi qanday bo'ladi? A kvadrat plus 2ab plus 5b kvadrat bo'lingan pastda a kvadrat minus b kvadrat deymiz. Bu yoqda 25 taqsim 4 bo'lib qoladi. Endi proporsiya qilsak, bu yoqqa, bu yoqqa ko'paysa, buni ko'payadigan bo'lsa 4a kvadrat plus 8ab plus ikkalasi ko'paysa 20b kvadrat barobar buni 25 ga ko'paytirsak 25 xo'sh a kvadrat minus 25 b kvadrat. Ana endi hammasini u tomonga o'tkazaman-da, bu yerdan yozaman endi. Bu nari tomonga o'tib bundan ayrilsa 21 a kvadrat bo'ladi. 4 o'tib 25 dan ayrilsa shunday bo'ladi. Bu minus 8a o'zi o'tadi. Buni ham minus qilib olib o'tadigan bo'lsak, minusdan 45 bo'lib ketar ekan. Minus 20 minus 25 45 b kvadrat barobar 0. Doim nisbat olib bersa shunaqangi holatga keladi. Endi bu yerda a ni ham b ni ham topa olmaymiz, lekin orasidagi bog'lanish topolsa bo'ladi. B kvadratga bo'lib yorib tursam, bu yerda nima hosil bo'lib qoladi? 21 a taqsim b ning kvadrati hosil bo'lib qoladi. Buni b kvadratga bo'lsam minus 8 a taqsim b bo'lib qoladi. Bittadan b'lar mana bilan qisqaradi. A taqsim b. Mana minusdan 45 bu yo'q bo'lib ketdi. B kvadratga bo'linganda teng 0. Ana e'tibor bersangiz, bu qanaqa tenglama? A taqsim b ni t deb belgilaydigan bo'lsangiz, bu 21 t kvadrat minus 8 ta t minus 45 barobar 0. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu kvadrat tenglama bo'lib qolyapti. Kvadrat tenglamani yechishni bilamiz, faqat ozgina cho'zilar ekan. Mana shu sal cho'zilar ekan. Shu yerdan endi mana shu kvadrat tenglamani hozir diskriminant qilib yechib o'tirmayman. Tayyor yechib qo'ydim men oldindan. Xullas, mana shu yerdan t ni topadigan bo'lsak, 5 taqsim 3 degan natija chiqar ekan. Bemalol ishlab tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana shundan 5 taqsim 3 degan natija chiqadi. Endi mana t chiqdi. Bitta musbat, bitta manfiy yechim chiqadi mana. Manfiysini olmaysiz o'z-o'zidan. A bilan b uzunliklar nisbati manfiy bo'lmaydi. Plyusligini olamiz bu. Demak, mana bu joyga t nimaga olib kelib qo'ysam 5 taqsim 3, ya'ni a taqsim b teng bo'lib qolar ekan 5 taqsim 3 bo'lib qolar ekan. Ana. A ni topay bu yerdan, a barobar 5b taqsim 3 bo'ladi. Endi buni qayerga olib kelib qo'yaman? Mana bunga qo'yaman men. A ni olib kelib mana bunga qo'yib yuborsam, a ni o'rniga 5b taqsim 3 olib qo'ysak, kvadrati 25b kvadrat taqsim 9 ayrilgan b kvadrat teng bu yoqda 4. 9 ga ko'paytirib yuborsak, bunday bo'ladi. 25b kvadrat ayrilgan 9b kvadrat teng 36. 16b kvadrat teng 36. Ildizo olsak, b ni qiymati, ya'ni 4b bu yoqda ildizosak, bu yoqda 6. B barobar 3 taqsim 2 bo'lar ekan. Mana b ni qiymati chiqdi. Xo'p, b ni mana bu joyga olib kelib qo'ysam, a teng 5 taqsim 3. 5 taqsim 3 ko'paygan, b ni qiymati 3 taqsim 2. Bular qisqarib ketsa, 5 taqsim 2. Mana a ni qiymati nima ekan? 5 taqsim 2 ekan. Ana bu. Shunaqangi holatda bo'ldi. Endi bu yerda mana bu joyda sal cho'zildi. O'zi 3-testlari shunaqangi biroz qiyin ekan. Endi bu yo'li cho'zilib ketgan, balkim osonroq yo'li bordir. Mana bu joydan umuman boshqa bir ideya yoki boshqa bir g'oya topish kerak.
bu yoqlarga nimadirlar tortib ko'ramizmi? O'shanaqa qilib ham chiqarsa bo'lsa kerak. Menda mana bu yo'lda chiqdi. Xo'p, demak A 5 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, A 5 taqsim 2 bo'lsa, buni tomoni nimaga teng edi? Kvadrati tomoni 2A plus 2B. Tomoni shunga teng edi. Mana 2A plus 2B teng. 2 ni chiqarib yuborsam A plus B. A plus B ni o'rniga qo'yib yuboraman. 5 taqsim 1,5 bilan 2,5. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 4 chiqar ekan. 2 ko'paygan 4 barobar 8 mana. Kvadrat tomoni 8 ga teng ekan. Demak, yuzasi 64 bo'lib qoladi. Kvadrat tomoni bilamiz. H kvadratga qo'shilsa bo'ladi. 64 degan natija B javob bo'lar ekan. 12-misol. Hop, 12-misolda shu ko'rinishda chizma berildi. Demak, ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 4 bilan 6. Va bu katetini bunaqasiga davom ettirib kvadrat chizibmiz. Bitta tomoni shu katet bilan umumiy bo'lgan kvadrat chizilgan va bu tomonida ham bitta tomoni shu bilan umumiy bo'lgan kvadrat chizdik. Va gipotenuzasini ham kvadrat tomoni qilib, mana bunaqa holatda kvadrat chizdik. Tepasi sig'may qoldi. Xullas mana shuni kvadrat deb tasavvur qilasizlar. Kvadrat chizdik va kvadratning markazlari tutashtirilibdi. Kvadratning markazlarini tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchakning yuzasini topib bering deyilyapti. Mana JKL uchburchakni yuzasini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p. Birinchi bo'lib mana shu joyda topsak bo'ladigan ma'lumotlarni yozib chiqaylik birinchi. Keyin u yuzaga o'tamiz. Demak, 4 bo'ladigan bo'lsa, buni har bir tomoni 4 dan, bu yer ham 4, bu yer ham 4, bu yer 6, bu yerlar 6, bu yer ham 6. Xo'p. Endi mana Pifagordan gipotenuzani uzunligini topadigan bo'lsak, 4 bilan 6 ni Pifagor qiladigan bo'lsam nima bo'ladi? 16 ga demak 52 ni qo'shaman. 16 ga 52 ni qo'shsam, yo'q. 16 ga 36 ni qo'shaman. 16 ga 36 ni qo'shsam 52 chiqadi. Xo'p, endi ildizosti 52 nima degani? Ildizosti 52 degani bu 4 kara 13 bo'lsa 2, ildizosti 13 bo'lib qolar ekan. Ana. Gipotenuzani uzunligi ham bor bizda. Mana bu joy, demak 2 ildizosti 13 ga teng. Xo'p, endi mana bu joyda S nuqta bilan L nuqtani tutashtiraman. Mana shuni tutashtirib olib turaman. Buni ham tutashtirib olaman. Buni ham tutashtirdik va bu yoqqa ham tutashtirdik. Mana. Ular tutashtirib oldim. Endi ana shularning uzunliklarini topib chiqishim kerak. Bular ham kerak bo'ladi. Hozir masala davomida tushunib olasiz uni nima kerak bo'lishini. Shuni uzunligini topib olaylik-da birinchi. Xo'p, demak, mana bu J dan B gacha bo'lgan masofa nima bo'ladi? Qarang. Bu markaz bo'lgandan keyin men diagonalimda bu yoqqa davom ettiradigan bo'lsam, mana shu kvadratni diagonal bo'lib qoladi. Kvadrat diagonal nima bo'lar? 4 4 bo'lsa, ildizosti 2 ga ko'paytirsangiz bo'ldi, diagonal chiqaveradi. Demak, diagonalning uzunligi 4 ildizosti 2 ekan. Uni 2 ga bo'lsak, mana bu joy nima bo'ladi? 4 ildizosti 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 2 ildizosti 2 bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab bu yer ham 2 ildizosti 2 bo'lib qoladi. Mana buni o'chirib yuboraman endi. Bo'ldi. Bu ikkala kesmani topdik. Xo'p, endi bu yer, mana bu ham diagonal. Bu yoqqa davom ettirsak, mana bu joyga keladi. Jami diagonal. Xo'p, diagonal uzunligi nima dedik? 6 6 bo'lsa, diagonal 6 ildizosti 2 bo'ladi. Bu yer 3 ildizosti 2 ekan. Mana. Bu yog'i ham 3 ildizosti 2 bo'ldi. Buni ham topdik. Xo'p, endi mana kvadrat, katta kvadrat tomoni nimaga teng? Katta kvadrat tomoni 2 ildizosti 13 ga teng. Mana, buni topdik. Xo'p, diagonal nima bo'ladi? Diagonalining uzunligi shuni ildizosti 2 ga ko'paytirganingiz bo'ladi. 2 ildizosti 13 ni ildizosti 2 ga ko'paytirsam 2 ildizosti 26 bo'ladi. Demak, diagonal uzunligi 2 ildizosti 26 ekan. 2 ga bo'lib yuborsam, bu yerda nima bo'lib qoladi? Ildizosti 26 ni o'zi bo'lib qoladi. Bu yer ham ildizosti 26 bo'lib qoladi. Ana. Endi mana uchburchakning yuzasini qanaqa qilib topamiz? Qarang, e'tibor bering bu yerda. Uchburchak yuzini topishim uchun mana shu yerda mana hosil bo'layotgan. Shunga e'tibor beringlar. Mana shu katta necha burchak bo'ladi? 1 2 3 4 5. 5 burchakning yuzasini topib olaman-da. 5 burchakning yuzasidan mana bu uchburchakning yuzasi bilan bu uchburchakning yuzasini ayirib yuboraman. Birinchi 5 burchakning yuzasini topib olaylik. Hop, chalg'imaylik-da har qayoqqa. Birinchi 5 burchakning yuzasini topyapman. 3 burchakning yuzasini topishimiz kerakligini xayolda saqlab turamiz. 5 burchakning yuzasi qanday bo'ladi endi? Birinchi mana bu yuzadan boshlayman. Mana shu yuza nimaga teng?
Shu yuza nimaga teng bo'lib qoladi? Bu yuza mana bu joydagi kichkina kvadrat yuzasini 4dan 1 qismi. Ya'ni kvadratni mana teng 4 ta bo'lakka bo'linyapti. Kvadrat yuzasi 16 bo'ladigan bo'lsa, bu yer nima bo'lib qoladi? 4 bo'ladi. Mana S5 deb belgilab qo'yaman. Bu 5 nima ekan demaylar, shunchaki bu 5 burchakli yuzasi degan ma'noda S5 deb o'zimiz uchun belgilab oldim xolos. Demak, ana shu 5 burchak yuzasi teng bo'ladi. Mana bu joydan ketyapmiz, qarang. Buni yuzasi qismlarga ajratib qo'shib chiqaman-da endi. Buni yuzasi 4 bo'ldi. 4 qo'shilgan. Xo'p. Endi bu yerda mana buni olaman. Shuni yuzasi nima bo'ladi? Endi buni yuzasi mana bu joydagi kvadratni 4 dan 1 qismi. Bu raqamni davom ettirsangiz teng 4 ta bo'lak bo'lib qoladi. Demak, kvadratning o'zining yuzasi nima? 36. 6 kere 6 36. 36 ni 4 ga bo'lsak 9 ekan. Plus bu ham ketdi. Endi mana bu joy. Mana shu yuza nima bo'ladi? U yuza endi katta kvadrat yuzasini 4 dan 1 qismi. Katta kvadrat tomoni 2 ilzosti 13, uni kvadratga oshirsak 52. 52 ekan yuzasi, 4 dan 1 qismi 13 bo'ladi. 13. Xo'p, qayer qoldi? E'tibor bering endi. Mana bu joy qoldi mana. Bitta, mana to'g'ri burchak burchak yuzasi qoldi xolos. Mana shuni ham olaman hozir mana. Bu yuzani ham olsak, ana demak 5 burchakni yuzasini hammasini topib bo'ldi. Demak, to'g'ri burchak burchak yuzasi 4 ko'paytirilgan 6 taqsim 2 bo'lsa, 24 ni 2 ga bo'lsak 12. Ana. Hisoblaydigan bo'lsam ne chiqadi? 13, 26, 38 ekan. Mana bu hozir bizga kerak bo'ladi. 38 ligini topdik. Endi qarang. Mana 3 burchak hosil bo'lishi uchun menga mana shu 3 burchak yuzasini topishim uchun 3 burchak yuzasini topishim uchun 5 burchakli yuzasidan nimani ayirib olishim kerak? Mana bu joydagi bu 3 burchak yuzini ayirib olishim kerak. Mana qizil bilan bo'yayapman buni endi. Mana shu 3 burchakni ayirib olishimiz kerak. Mana shu 3 burchakni va bu yoqdagi mana 3 burchakni ayirib olishimiz kerak. Bu 3 burchakli yuzalarini topish ham u darajada murakkab narsa emas. Bemalol topishingiz bo'laveradi. Qanaqa qilib topamiz? Endi qarang. Ana shu qizilga bo'yab qo'ygan 3 burchaklarini demak kattadan shuni ayirib olsak, mana bu yerda bizdan so'ralayotgan 3 burchakli yuzasi qoladi. Endi ularni topishim uchun mana 3 burchakli yuzasini topish qanaqa formulalari borda? Ikkala yon tomonini ko'paytirib, orasidagi burchak sinusi. Orasidagi burchak sinusini topib olishim kerak. Bu yerda ham mana orasidagi burchak sinusini topib olishim kerak. Xo'p. Mana shu bo'yab qo'ygan 3 burchagim yuzasini S1 deb qo'yaman. Mana shu yuza xullas S1. Mana bu joyda qizil bilan bo'yaganim yuzasi S2 bo'lsin. S1 bilan S2 ni topishimiz kerak. Xo'p, S1 nimaga teng bo'ladi? Mana bu joydan yozaman. S1. Xo'p, AB sinus alfa, ya'ni 1 taqsim 2 AB sinus alfa degan formulaga qo'yapman. Bitta tomoni 2 ilzosti 2 ko'paytirilgan, ikkinchi tomoni ilzosti 26 ko'paytirilgan. Endi orasidagi burchak nima bo'ladi? Orasidagi burchakka e'tibor berib turasizlar. Mana to'g'ri burchakli 3 burchakni bitta burchagini alfa deyman. To'g'ri burchakli 3 burchakni alfa desam, endi mana bu BK kesma kvadratni nimasi edi? Kvadratni diagonalimini, kvadratni diagonali o'zini tomoni bilan, mana o'zini tomoni bilan kvadrat diagonali 45 gradusli burchak hosil qiladi. Mana 45. Mana bu yoqda ham xuddi shu holat. Mana bu joydagi burchak ham 45. Mana ko'rinyapti degan umiddaman. Bu yer 45. Bu. Endi mana orasidagi burchak sinusi bo'lardi. Sinus, e'tibor bering mana. Bu burchak 45, bu yer 45, orasi alfa. Jami burchak nima bo'lib qolyapti? 90 plus alfa bo'lib qolyapti. Ana. Endi mana sinus 90 plus alfa bemalol hisoblasa bo'ladi. Chunki mana sinus alfani topsak bo'ladi. Sinus alfa bo'lmasa ham kosinus alfani topaylik mana bu yerda mana. Shu burchak to'g'ri burchakli 3 burchakda, to'g'ri burchakli 3 burchakda kosinus alfa nimaga teng? Kosinus alfa yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati. Yopishgan katet 4, gipotenuzasi 2 ilzosti 13. 4 taqsim 2 ilzosti 13 desam bular qisqarib ketib 2 taqsim ilzosti 13 bo'lib qoladi. Demak, aynan kosinus alfani topib qo'ydim. Hozir mana kosinusga o'tib ketib qoladi. Demak, mana bular qisqarib ketdi. Ilzosti 2 ko'paytirilgan
ildiz 26 ni ildiz 2 ko'paytirilgan ildiz 13 deymiz. Va mana bu narsa kosinus alfaga o'tib qoladi. Shuning uchun kosinus alfani topdim bu yoqda. 90 plus alfa keltirish formulasi bu yerda kosinus alfaga o'tdi. Demak, bu ikkalasining ko'paytmasi 2 ekan, ko'paytirilgan ildiz 13. Kosinus alfani nima dedik? 2 taqsim ildiz 13. 2 taqsim ildiz 13. Bular qisqarib ketdi. Barobar 4 ekan mana. S1 4 ga teng ekan. Bitta ayirib oladigan yuzamiz chiqdi. Endi bu yoqda ham xuddi shu holat mana. Mana bu burchak. To'g'ri burchakli uchburchakda bu yerdagi o'tkir burchagini beta deyman. O'tkir burchagini beta desam, bu yog'i 45, mana kvadratni diagonali o'zini mana tomoni bilan, mana o'zini tomoni 45. Bu yerdagi burchak ham 45, mana jami burchak nima bo'lyapti mana bu joyda? Beta plus 90, ya'ni 90 plus beta bo'lib qolyapti bu yerda. Xo'p. S1 chiqdi. Endi S2 ni topyapmiz. Yana 1 taqsim 2 AB sinus alfaga qo'yamiz. Bu uch burchakni topayotganida mana yon tomonlari 3 ildiz 2 bilan ildiz 26. Demak, 3 ildiz 2 ko'paytirilgan ildiz 26 ko'paytirilgan sinus orasidagi burchak mana ko'rinyapti degan umiddaman. Bu yerdagi burchak beta, xullas bu yer 45, bu yer ham 45. 2 ta 45 90 bo'ladi. 90 plus beta bo'lib qoladi mana. 90 plus beta ana. Xo'p, barobar 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ildiz 2 ko'paytirilgan bu 26 ni ildiz 2 yu ildiz 13 qilamiz yana. Xo'p, mana bu narsa nimaga o'tib qoladi? Shu kosinus betaga o'tib qoladi shu. Keltirishdan buni bilishimiz kerak. Endi mana bu kosinus betani topaman, ya'ni kosinus betani qiymati teng bo'ladi. Bu beta mana to'g'ri burchakli uchburchakda kosinus beta yopishgan katetda gipotenuzaga nisbati bo'lsa, yopishgan katet 6, gipotenuzasi 2 ildiz 13 bo'lyapti. Teng. Qisqartirib yuborsak 3 taqsim ildiz 13 degan natija chiqar ekan. Bo'ldi. Endi mana bu joyga kosinus betani o'rniga qo'yaman mana. 3 taqsim ildiz 13 desam, ildiz 13lar ketdi. Xo'sh, qarang, 2 ta ildiz 2, bitta 2 ni beradi-da, umon bilan ketdi. 3 bilan 3 barobar 9. Ana. Bo'ldi. Endi boya aytgan narsamiz 5 burchak yuzasidan shu ikkalasi yuzalarni ayirib yuborsak bo'ldi deydi. Bizdan so'ralayotgan ana shu S nima edi? J K L yuza qoladi. Jami 38 edi. Undan ayirib yuborishim kerak. 9 bilan 4, ya'ni 13 ta ayirib yuborsam 25 chiqar ekan ana shu uchburchak yuzasidan. Shu holatda endi men juda maydalab yuborganim uchun vaqt cho'zilib ketdi. O'zi aslida bular tezlikla chiqadi bu. Mana shu usuldan foydalansangiz bo'ldi. Bundan ham optimalroq yo'li bo'lishi mumkin. Uni topish uchun yana biroz o'ylanish kerak. Demak 25 degan javob bo'lyapti. 12-misolga B javob ekan. 13-misol. Xo'p, 13-misolda muntazam uchburchak haqida gap ketyapti ekan. Tomoni uzunligi 18 plus 12 ildiz 3 ga teng bo'lgan muntazam uchburchakka ichki chizilgan kvadratni tomoni uzunligini topib bering deb. Demak, mana muntazam uchburchak tomonni A deb qo'ydim, qulaylik uchun. Mana sonni H deb yozib yurish qiyin bo'ladi. Tomoni uzunligini A deb qo'ydim. Uchala tomoni bir-biriga teng bo'ladi muntazam uchburchak va ichiga kvadrat mana shunaqangi ko'rinishda chiziladi. Mana shu kvadrat tomoni uzunligini topib berishim kerak. Kvadrat tomoni uzunligini x deb qo'ydim. Endi e'tibor bering, kvadratni to'rala tomoni bir-biriga teng bo'ladi. Bu yer x bo'lsa, bu yer ham x, bu yer ham x, bu yer ham ana shu x ga teng bo'lib qoladi. Demak, shuni x ni a ga bog'lasak bo'ldi. Keyin a ni o'rniga qiymatini qo'yib yuboramiz, tomoni chiqadi. Xo'p, endi nima ish qilamiz? Qarang, kvadrat bu ikkala tomoni parallel bo'ladigan bo'lsa, bu burchaklar 60 deylik-da mana. O'zi muntazam burchagi nima bo'ladi? 60 dan bo'ladi. Endi parallelligidan mana yerlar ham 60 dan mana. 60, bu yer ham 60. Va tepadagi kichkina uchburchak qanaqa uchburchak ekan? Muntazam uchburchak ekan u ham. Burchaklar teng bo'lib, bu yer ham x ga teng, bu yer ham x ga teng. Endi jami a bo'ladigan bo'lsa, bu yer nima bo'lib qoladi? A minus x bo'lib qoladi. Jami a ga teng edi. A dan x ni ayirib yuborsangiz, bu yog'i a minus x qoladi. Endi mana bu joyda bu to'g'ri burchakli uchburchakdan foydalanib qo'ysak ham bo'laveradi. O'zi buni yo'llari ko'p, o'xshashlik qilsa ham bo'ladi, boshqa qilsa ham bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakda qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati nimani beradi? Qarshidagi katet x bo'lyapti, 60 qarshida.
gipotenuzasi a minus x bo'lyapti. Shu nimaga teng? Sinusga teng. Sinus 60 gradusga teng. Ana. Bo'ldi. Demak, x barobar, demak, a minus x bu yoqqa ko'paytiramiz. A minus x ko'paytirilgan sinus 60 dagi qiymati ildiz 3 taqsim 2. Bu yoqqa ko'paytirib bo'lib o'tdi. Sinus 60 ni qiymatini qo'ydim. 2 ni bu yoqqa ko'paytirib olsak, mana yerdan yozaman endi shuni 2x bo'ladi. 2 bu yoqqa ko'paysa, bu tomonda a minus x ko'paytirilgan ildiz osti 3 degan ifoda qolyapti. Mana. Bo'ldi, a ni qiymati bor bizda. A ni olib kelib qo'yaveraman. 2x teng a ni o'rniga nima qo'yapman demak 18 plus 12 ildiz osti 3 minus x ko'paytirilgan ildiz osti 3. Mana. Shu yerdan x topsak bo'ldi. Xo'p, 2x barobar ildiz osti 3 ni ichkariga ko'paytirsam, buni ko'paysam 18 ildiz osti 3. Buni ko'paytirsak 12 ko'paygan 3 bo'lib qoladi. Ikkala ildiz osti 3 bitta 3 bo'lib ketdi. Minus bu yerda ildiz osti 3x. Ikkalasini ko'paytiramiz, shunday bo'ldi. Xo'p, endi ildiz osti mana x larni bir tomonga qilishim kerak endi. Oddiy tenglama ketyapti. Plus ildiz osti 3x barobar. Xo'p, bu tomonda 18 ildiz osti 3 plus ikkalasini ko'paytmasi 36. Ana. Bundan x ni qasdini tashqariga chiqarsak, mana bu joyda 2 plus ildiz osti 3 qolar ekan barobar. Bundan 18 ni chiqarsak, mana yerda nima qoladi? Ildiz osti 3 bundan 18 kelsa 2. Ana e'tibor bering. 2 plus ildiz osti 3, 2 plus ildiz osti 3 mana. Uni almashtirsak bo'ldi. Bemalol almashtiramiz. Bular nima bo'ldi? Qisqarib ketdi. Bu yoqqa bo'lish bo'lsa qisqarib ketadi. X ni qiymati 18 ga teng ekan. Mana shu 13-misolda xato ketib qolibdi. Ichki chizilgan kvadratni diagonal uzunligini toping deyilgan ekan. Kvadrat tomoni emas, diagonal uzunligi ekan. Endi diagonal uzunligini topadigan bo'lsak, diagonal nima bo'ladi? 18 ildiz osti 2 bo'ladi. Bu B javobga to'g'ri kelib qolar ekan. Ishlanish yo'nalishi shu, faqat biz tomonni topib qo'yibmiz, diagonali so'ralgan ekan. 14-misol. Xo'sh, 14-misolda aytilyapti. Shu holat chizim berilibdi. A, B, C da 4 burchak berilgan. Va mana uni qangi AN degan kesuvchi o'tkazibmiz. Kesma o'tkazibdi va bundoq bilan tushuntirilgan. Bizga aytilyapti BN ni NC ga nisbati 3/1. Hop. Demak, BN kesmani NC ga nisbati 3/1 ekan va bu yerdagi uchburchak yuzasi 12 bo'lsa, mana shu yuza 12 bo'ladigan bo'lsa, demak 4 burchak yuzasini topib berish kerak ekan. Xo'p, bu yerda nima qilsak bo'ladi? E'tibor bering, bu yerda o'xshash uchburchaklar bor. Shu o'xshashlikdan yaxshi foydalanishimiz kerak. O'xshashligini qanday isbotlanadi? Bu alfa desak, bu burchakni mana bu burchak ham alfa bo'ladi. Ichki almashuvchi burchaklar, chunki bu ikkalasi bir-biriga parallel. To'g'ri burchak ekan. Parallel bo'ladi ikkalasi va kesuvchi o'tkazadigan bo'lsak, bu ichki almashuvchi burchaklar bo'lib qoladi. Endi bu yer 90 mana. Bu yer ham 90. Mana bu burchakda qanaqadir beta desam, bu yer ham xuddi shunaqa beta. Ikkala uchburchak o'xshash ekan. Qaydan bildik? Burchaklari alfa beta 90, alfa beta 90. Uchala burchaklari mos ravishda teng bo'lsa, ikkita uchburchak o'xshash bo'ladi. Endi BN ni NC ga nisbatan qanday foydalanaman? BN ni NC ga nisbatan 3/1. Xo'p. BN uzunligini 3x desak, NC nima bo'ladi? X bo'lib qoladi. Xo'p. Endi o'xshash bo'lgandan keyin tomonlar nisbati nima bo'lyapti? Bu kichkina uchburchak bilan katta uchburchakda tomonlari nisbati 1/3 bo'lyapti. Mana alfani qarshisida x, bu yoqni alfani qarshisida 3x. 1/3. Qolgan tomonlari ham xuddi shunaqa 1/3 nisbatda bo'lishi kerak. Demak, betani ro'parasidagini y desam, bu kichkina uchburchakdan, bu yoqda ham betani ro'parasidagi tomon 3y bo'lishi kerak. 3 marta katta bo'lyapti o'tda. Buni tomoni unikini 3 marta katta bo'layotgan edi. Endi xo'p, jami 3y bo'ldi. Bunaqasiga jami necha a da? Mana 3x u x bo'lsa, bu tomoni 4x ekan. Endi mana 12 dan foydalansak, to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi x ko'paytirilgan y taqsim 2 ga teng barobar shu 12 ekan. Bu yerdan x y topsam, bu yoqdan yozaman. Mana x y ni topsam 24 chiqadi. Bo'ldi, x y ni topib oldik. Endi S A B C dan yozaman. S A B C D teng bo'ladi. To'g'ri burchakning yuzasi shunchaki tomonlarni ko'paytirsak bo'ldi. Bitta tomonning uzunligi 4x ekan. Ko'paytirilgan, ikkinchi tomonning uzunligi 3y ekan. Bu 12 x y bo'lib qolyapti. Ana
12 ko'paytirilgan x y o'rniga 24 qo'yib yuborsak, bu yerda topib qo'ydik. Barobar 288 degan natija chiqib qolar ekan. Xo'p, 14-misolga B javob bo'lyapti. O'zi mana bu yerga yozsam ham bo'lardi ekan, hisob kitobi cho'zilib ketadi deb. Bu yoqqa yozib qo'ygan. 288 bo'ldi. 15-misol, to'g'ri burchakning A va D burchaklari bissektrisalari BC tomonda kesishsa, uning diagonallari orasidagi burchak kosinusini toping deyilibdi. Xo'p, nima deyilyapti savolda? ABCda to'g'ri burchak berilgan ekan. Mana burchaklar 90 gradusdan bo'ladi. Bilasizlar, to'g'ri burchakda va shu to'g'ri burchakda A va D burchagini bissektrisalari. Demak, bu yerdan bissektrisa chiqargan ekanmiz. Mana bitta o'tkazdik. Mana bu yoqdan ham bissektrisa chiqaribmiz. Mana shu ikkala bissektrisa BC tomonda kesishsa deyapti. Ya'ni kesishish nuqtasi mana shu BC tomonining ustiga to'g'ri kelib qolar ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, diagonallar orasidagi burchagi kosinusini toping. Hozir diagonalni o'tkazishim kerak. Birinchi shu holat bo'yicha ishlab olaylik. Savolning ikkinchi qismiga keyin o'taman. Demak, bissektrisa bo'ladigan bo'lsa 45 gradusdan bo'ladi. Bu yer ham 45 gradusdan. Bu yoq ham 45. Bu yoq ham 45 va o'z-o'zidan bu yer ham 45 bo'lib qoladi. Bu yer 90 bo'lsa, ikkalasini yig'indisi 90 bo'lishi 45. Bu yer ham 45. Ana endi teng yonli uchburchak ekan bu. Mana bu yer bilan bu yer teng. Teng yonli uchburchak va asosdagi burchaklar tengligidan bilyapmiz. Buni ham asosdagi burchaklar teng bo'lsa, bu yerdan ham teng. Xo'p. Shuni qandaydir x desam, bu yog'i ham x bo'ladi. Va to'g'ri burchak bunday olib borsak, bu yog'i ham x bo'ladi, mana yer ham x mana. Demak, to'g'ri burchagida tomonlari bittasi x, ikkinchisi 2x ekan. Endi tomon uzunligi x va 2x bo'lgan to'g'ri burchakda diagonallar orasidagi burchagini kosinusini topib berishim kerak. Xo'p, bitta diagonal ketdi mana. Ikkinchi diagonal bu yoqqa qarab ketdi mana. Orasidagi burchak kosinus. Mana shuni phi deb qo'yay. Ana shu burchak kosinus phi'ni topishimiz kerak demak. Kosinus phi'ni topib ber deb savol berilgan ekan. Xo'p. Bu yerda osonroq yo'li mana bunday qilib ketsak osonroq bo'ladi. To'g'ri burchak yuzini bunday qilib topsa bo'ladi. A ko'paytirilgan B desa bo'ladi. Bunday qilib topsa ham bo'ladi. 1/2 ko'paygan D1 D2 sinus phi. Ixtiyoriy to'rtburchakni yuzini topadigan formula. Demak, 1/2 bu narsa nima bo'ladi endi? D1 D2 to'g'ri burchakda ikkala diagonal uzunligi bir-biriga teng. Ikkalasini ham D deb qo'ying mana. D dan bo'ldi. Diagonallar bir-biriga teng, shuning uchun D degan. Ya'ni D ni kvadrati ko'paygan sinus phi. Ikkala yuzalarni bir-biriga tenglab olsak bo'ladi. Mana A ko'paytirilgan B barobar 1/2 D1 deyman, D kvadrat deydiga ko'paygan sinus phi. Mana shu joydan sinus phi'ni bemalol topib olsak bo'ladi. Faqat endi diagonal nimaga teng bo'lyapti? Diagonali mana to'g'ri burchakli uchburchakdan Pifagor qilsangiz, diagonal D ni kvadrati birato'la x kvadrat plus 4x kvadrat, buni kvadrati 4x kvadrat barobar 5x kvadrat bo'lib qoladi. Ana 10 o'rniga qo'ysak bo'ldi. Demak, A ni o'rniga x qo'yaman, bitta tomoni A, x ko'paytirilgan, B ni o'rniga ikkinchi tomoni 2x qo'yaman, barobar 1/2 ko'paygan D kvadrat o'rniga mana 5x kvadrat qo'yaman birato'la. 5x kvadrat ko'paytirilgan sinus phi. Bizdan kosinus phi'ni toping degan, lekin muammo emas. Sinus phi bo'lsa, kosinus phi'ni bemalol topsangiz bo'laveradi. 5x kvadrat ekan, uni kechirasizlar. 5x kvadrat ekan. Xo'p, x ga x ko'payadigan bo'lsa, x kvadrat bo'ladi va bilan qisqarib ketadi mana. Demak, mana shu tenglikdan sinus phi'ni topsak, xo'p, bu bunga ko'paysa 4, keyin 5 ga bo'lsak 4/5. Ana, sinus phi 4/5 bo'ldi. Endi bundan kosinus phi topishni hamma biladi. Ilzosda 1 minus sinus kvadrat alfa desak, 3/5, ya'ni 0,6 degan natija chiqib qolar ekan. 15-misolga S javob bo'lyapti. 16-misol, ABCda to'g'ri burchak deyilyapti ekan. ABC to'g'ri burchakda L nuqta BC tomonidan L nuqtani olibmiz. BL ni LC ga nisbatan 2/1 ekan va ALSD to'g'ri burchak yuzasi 22 bo'lsa, ABCda to'g'ri burchak yuzasini topib berish kerak ekan. Xo'p. Bu yerda nima deyiladi? Mana shu shartdan foydalanaylik-da birinchi. 2/1, ya'ni BL ni LC ga nisbatan 2/1. Bu yerda x desam, bu yoq nima bo'lib qoladi? 2x bo'lib qoladi mana. 2/1 nisbatda bo'ldi. Bundan shunday foydalansak bo'ladi. Endi mana bu joydagi yuzi 22 ga tengligi bor ekan. Ya'ni mana ALCD.
Mana shu to'rt burchakni yuzasi 22 ga tengligi bor ekan. Katta to'rt burchakda yuzasini topib berish kerak ekan. Xo'p. Bu yerda nima qilamiz qarang. Birinchi bo'lib bu yer x, bu yer 2x bo'lsa, jami bitta tomon uzunligi nima bo'lyapti? 3x ga teng bo'lyapti. Pastdagi tomon uzunligi ham demak 3x ekan. Bu yer 3x bo'lib qoldi. Endi avvalgi mavzularda ham ko'p gaplashganmiz bu narsa haqida. Bu yerdagi 3 burchak bilan mana bu joydagi 3 burchak o'xshash bo'lib qoladi. Ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, ikkala 3 burchaklar o'xshash. Uni qanday bilardik? Mana alfa desam, ichki almashuvchi burchak bo'lib, bu yer ham alfa. Beta desam, ichki almashuvchi burchak shunday kelib turib, mana bu joy ham beta. Ikkala burchaklar teng, gamma-gammadan derdik-da. Ichki burchaklari teng ekan va ikkala 3 burchak o'xshash bo'lyapti. Xo'p. Ikkalasi o'xshash 3 burchak. Endi o'xshash 3 burchaklarda qanaqangi xossa bor edi? Yuzalari nisbati, tomonlari nisbatini kvadrati bo'lardi. To'g'rimi? Mana A1 taqsim A2 ni kvadrati bo'lib qolar edi. Endi bu yerda mos tomonlar nima bo'lyapti? 3x bilan 2x bo'lyapti. 3x bilan 2x bo'lyapti. Tomonlar nisbati nima bo'lyapti? 3 taqsim 2 bo'lyapti. Demak, buni kvadratga oshirsam, yuzalar nisbati nima chiqishi kerak? 9 taqsim 4 bo'lishi kerak mana. Bu yuza kichikroq, bunisi kattaroq. Demak, yuzalar nisbati buni bunga nisbat ekan. 9 bo'lingan 4. Endi bu yerdagi yuzani 4s desam, bu yog'ini 9s desam bo'laveradi mana. 9 ni 4 nisbatda bo'lgandan keyin 4s u 9s deb olaverasiz. Endi nima ish qilamiz mana shu yerda? Qolgan yuzalarni ham shu s ga bog'lab olishim kerak. Buning uchun bu yerdan bitta kesma o'tkazib olib turaman. Bu yoqqa qaratib mana. O'tkazib yubordik. Endi mana bunaqangi xossa bor. Trapetsiyada demak, trapetsiyani ikkala diagonalni o'tkazadigan bo'lsak, trapetsiya bu shunchaki ikkala tomoni parallel bo'lgan to'rt burchak. Bo'ldi, shu trapetsiya shu. Qanaqangi qonuniyat bor desa, mana bu joydagi yuza S1, bunisini S2 deb tursam, ikkala yon tomondagi yuzalar doim bir-biriga teng bo'lib qoladi. Bu trapetsiyada shunaqa xossa bor. Va mana shu s kvadrati ikkala yuzani ko'paytmasiga teng bo'lib qolar ekan. S1 bilan S2 ni ko'paytmasiga. Shu xossadan foydalansam, endi e'tibor bering. Bu yerdagi yuzani S desak, bu yer ham S bo'lib qoladi. Ya'ni mana BLDA, ya'ni ABLD bu trapetsiya bo'lyapti mana. Trapetsiyani bu ikkalasi diagonali, AL bilan BD diagonal. Mana ikkala S, mana shu ikkalasi bo'lyapti. Endi buni S demaylikda qandaydir SX deb qo'yaylik. Mana bu bilan bir xil emas, bu boshqacha. Ya'ni bir-biriga teng demoqchiman xolos bu yerda. Ya'ni aynan mana S emas, bir-biriga teng boshqa. Endi mana SX kvadrati nima bo'ladi? SX ni kvadrati ikkalasi, mana buni kvadrati, bu ikkala yuzani ko'paytmasiga teng mana xossaga ko'ra. Demak, 4s bilan bu yoqda 9s ni ko'paytirsam 36s kvadrat bo'ladi. Demak, bu yerdan SX barobar 6s ekan ildiz olsak bo'ldi. Mana ikkala yuza nima ekan? 6s ekan. Mana bu joyiga 6s desam bo'lar ekan. Bu yerga ham 6s desam bo'lar ekan. Ana bu. Endi mana bu yuzani qanaqa qilib topamiz? E'tibor bering. Mana bu BD diagonaliga e'tibor bersak, BD diagonal. Trapetsiyani diagonali yuzani teng 2 ga bo'lib qo'yadi. Yuzani teng 2 ga bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda jami nechi? 15s bo'lyapti. Bu tomoni ham 15s bo'lishi kerak. Uning uchun mana yerga 5s qolyapti ekan. Ikkalasi 10s edi, bu yer 5s bo'lishga majbur. Jami 15s bo'lyapti. Ana endi bizga berilgan yuza, mana bu yuza bor edi mana. Mana shu yuza nimaga teng edi? 22 ga teng edi. Bu yuza nima bo'lyapti bizda mana? ALCD 11s bo'lyapti, barobar 22 desam, bu yerdan s ni qiymati 2 ekan. Endi to'rt burchakning yuzasi S ABCD barobar nechta s bo'lyapti? Bu yoqda 15 ta dedik, u yoqda ham 15 ta bo'ladigan bo'lsa 30s bo'lyapti. 30 ko'paytirilgan s o'rniga 2 ni qo'yib yuborsam 60 ekan. Ana bo'ldi. Bizdan so'ralayotgan to'rt burchak yuzasi 60 bo'lyapti. B degan javob bo'ldi. 17-misol. ABCD to'rt burchakda SAD burchak biseksiyasi SD tomonni N nuqtada kesadi. Xo'p. Masalan, bir to'la tushuntirib ketaman. ABCD to'rt burchak berilyapti ekan. SAD burchakni mana shu burchak bilan SAD burchak mana shu burchak. Shu burchakni biseksiyasi deyapti. SD tomonni N nuqtada kesib o'tar ekan. Bisektriya chiqardik. Mana CD tomonni M nuqtada kesib o'tar ekan. Va aytilyapti MD ni MC ga nisbati.
D ni MC ga nisbati 4/5 ekan. Shunaqa AC 25 ekan. AC 25 bo'lsa, ABC 4 burchak perimetrini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, AC tomon 25 ga tenglik berilgan. AC tomon qayerda bo'lyapti? AC tomon emas ekan. AC diagonal ekan. Mana 25 ekan. Mana shu 25 ga tenglik berilgan va MD ni MC ga nisbati 4/5 deyilyapti. MD mana bu joy 4x desam, MC 5x bo'lib qoladi. Ana nisbatdan shu ko'rinishda foydalansak bo'ladi. Xo'p, endi mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakni perimetrini topib berishimiz kerak ekan. Endi qarang, bu bissektrissiyaligi ham aytilgan. Bissektrissiya bo'ladigan bo'lsa, mana burchakni teng 2 ga bo'lib qo'yadi. Endi bissektrissiyaning xossasi bor edi. 3 burchak bissektrissiyasini xossasi bor edi. Bissektrissiya o'tkazganimizda bissektrissiya ajratgan kesmalar nisbati yon tomonlar nisbatiga teng edi. Ana shu xossadan foydalanamiz. Demak, bu yerda qanaqadir A deb tursam, qanaqa edi xossa? Mana A ni 25 ga nisbati 4x ni 5x ga nisbati bo'lib qolar edi. Demak, A taqsim 25 teng bo'ladi 4 taqsim 5. Mana shu holatda bo'ldi. Bu yerdan A ni topsak, bu yoqqa o'tib ko'payib qisqarib ketadigan bo'lsa 20 chiqar. Bo'ldi, bu joy 20 bo'ldi. Mana ona tomon 20. Bu yer ham 20. Xo'p. Endi x ni qiymatini qanaqa qilib topamiz? Ya'ni BC AB tomon uzunligi qolyapti, bu yoqdan C dan qolyapti. Uni topish uchun Pifagor qilib olsak bo'ldi. Ya'ni mana bu yoqdan qilib, mana shu tomon uzunligini B deb Pifagor qiladigan bo'lsa, mana 20 ni kvadrati, 25 ni kvadrati b kvadrat. 20 ni kvadrati plus ikkinchi katet b kvadrat barobar gipotenuzasi 25 ni kvadrati bo'lyapti. Xo'p, b kvadrat barobar 25 ni kvadrati ayrilgan 20 ni kvadrat desak, xullas mana shu yerdan b 15 chiqib qoladi. Mana bitta tomoni 15, ikkinchi tomoni 20 ekan. Perimetri 2 ko'paygan a plus b bo'lsa, 2 ko'paytirilgan. Xo'p, 15 bilan 20 mi? 35 u 70 degan natija chiqib qolar ekan. Xo'sh, 17-misolga 70 degan javob bo'ldi. A varianti ekan. 18-misol. 18-misolda mana shu holatda, demak, ABC da katta 4 burchak berilyapti ekan va 4 burchakda o'rtalari tutashtirilyapti. JH va EF kesmalari bilan tutashtirilyapti va tomonlar uzunliklari berilibdi. Turli tomon uzunligi bor. C burchak 90 ga tengligi ham bor. Shunday bo'ladigan bo'lsa, mana bu yuzani topib bering deyapti. Ya'ni mana bu joydagi 6 burchakni yuzasini topib bering deb savol berilyapti ekan. Xo'p, nima qilamiz? 6 burchakning yuzini qanaqa qilib topaman endi? 2 ga bo'lib olib turaman buni. Mana shunday kesma o'tkazib olsam, ikkala yuzalarni alohida topib bir-biriga qo'shib yuborsak bo'ldi. Xo'p, tomonlar uzunliklaridan foydalanaylik birinchi. Demak, xo'p, AB tomon 14 deyapti. AB 14 bo'lsa, bu o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, bular 7 dan bo'lib qoladi. 7 dan bo'ldi. Keyingisi BC tomon 9 bo'ladigan bo'lsa, mana yerlar 4,5 dan bo'ladi. 9 ni 2 ga bo'lsak 4,5. Keyingisi DC tomon, CD tomon 12 ekan, bu yerlar 6 dan bo'ladi. Xo'p, bu yoq 13 bo'ladigan bo'lsa 6,5 dan 2 ga bo'lib oldik buni. Shu holatda bu. Endi e'tibor bering, bu yerdagi yuzani topish imkoniyati bor ekan menda. 6 ni 4,5 ga ko'paytirib, to'g'ri burchak yuzasi. 6 ni 4,5 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, keyin 2 ga ham bo'lishim kerak. Xo'p, 10,5 degan natija chiqib qolar ekan. Nima uni hisoblasam, adashmasam, pastda 2 bo'ladi-da, 4,5 ko'paytirilgan 3. 13,5 bo'lar ekan, kechirasiz. 13,5 degan natija chiqib qolar ekan. 4,5 ni 3 ga ko'paytirdik. Endi mana bunaqangi xossa bor edi, e'tibor bering. Xo'p, 3 burchakda o'rta chiziq oladigan bo'lsak, o'rta chiziq mana. Bular teng, bu bilan bu teng. O'rta chiziq yuzani qanaqangi nisbatda bo'ladi? O'rta chiziq tomonlar o'rtalarni tutashtirib, ikkalasi parallel bo'ldi. O'xshash 3 burchak qilsak, bu yerda S. Endi e'tibor bering, kichkina 3 burchak bilan katta 3 burchak o'xshash. Tomonlar nisbati nechi? 1/2 nisbatda, yuzalar nisbati uni kvadrati bo'lsa 1/4. Bu yer S bo'lsa, kattasini yuzasi nima bo'lar ekan? 4S bo'lar ekan. Endi 4S dan mana S chiqib ketsa, pastdagi 4 burchak yuzasi 3S bo'lib qoladi. Mana. Shu xossani bilsangiz bo'ldi yoki men yana o'xshashlik qilib keltirib chiqarsangiz ham bo'ladi.
Xullas 3s bo'lib qolar ekan. Mana bu joy 3 marta katta bo'lar ekan. Hozir bu xossadan mana bu tomondan ham foydalanamiz. Demak, buni 3 ga ko'paytirsam, bu yoqdagi 100 chiqib qolar ekan. Hozir 13,5 ni 3 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 40,5 bo'lar ekan mana bu joy. 40,5 bo'lib qoldi. Ana. Mana bu yarim yuzasi chiqdi. Endi bu yog'ini topsak bo'ldi. E'tibor bering. 4,5 6 bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi uzunlikni topib olsam bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak. Shuni s deb turaman-da. Gipotenuzani uzunligini topsak. S ni kvadrati 6 bilan 4,5 ni kvadrati. 4,5 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati bo'lib qoladi. Xo'p, mana shu necha bo'ladi endi? Ya'ni Pifagor sonlari bo'lyapti bu yerda. Xullas 3 4 5 bo'lardi. E'tibor bering, bu 4,5 deganimiz 3 ko'paytirilgan 1,5. Bu 4 ko'paytirilgan 1,5 holatda bo'ladi. Bu 5 ko'paytirilgan 1,5 bo'lsa, mana bu joy 7,5 ekan. S ni qiymati, ya'ni gipotenuzasining uzunligi 7,5 ekan. Buni Pifagor teoremasidan topdik. Endi o'rta chiziq asosda yarimiga teng bo'lardi. Bu yog'i 15 ekan. Ana. Bu yog'i 15 bo'ldi. Endi mana bu joydan qaraydigan bo'lsam, bu ham o'rta chiziq. Mana B, A, D uchburchakka nisbatan bu yana o'rta chiziq. O'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, buni yana yarimini oladigan bo'lsak, mana nima bo'lib qoladi? 7,5 bo'lib qoladi. Ana. Endi mana bu uchburchakning yuzini topib, 3 ga ko'paytirsam mana bu joy chiqadi. Keyin bu bilan qo'shib yuborsam bo'ldi. Xo'p. U uchburchakning yuzasini qanaqa qilib topamiz endi? Uchburchakning uchala tomoni uzunligi bo'ladigan bo'lsa, yuzasini Gerron formulasidan topib olsak bo'ladi. Xo'p, yarim perimetrda hisoblayman. 7,5 ga 6,5 ni qo'shadigan bo'lsak 14, buni qo'shsak 21. 21 taqsim 2 ekan yarim perimetr. Xo'p, 21 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, endi yuzasi S barobar iltizosda P ko'paytirilgan P minus A, P minus B yu P minus C. Shundan topib olishimiz kerak. Demak, iltizosda 21 taqsim 2 ko'paygan 21 taqsim 2 minus birinchi tomoni 7, 21 taqsim 2 ayrilgan ikkinchi tomon uzunligi nima bo'ladi? 6,5 ni ayirsak, 6,5 deganim 6,5 da ayirib oladigan bo'lsak, u 13 taqsim 2 degan. Keyingisi 21 taqsim 2 ayrilgan 7,5 deganim 15 taqsim 2 degan. Mana shuni hisoblasak bo'ldi, yuza chiqdi. Masala hal o'sha yog'iga. Demak, 21 taqsim 2 ko'paygan. U mahraj berib ayirib oladigan bo'lsak, 7 taqsim 2 ko'paygan. U mahraj berib ayirib olsak, 8 taqsim 2 bo'lar ekan, ko'paygan. Buni ayirib oladigan bo'lsak, 6 taqsim 2 bo'lib qolyapti. Ana. E'tibor bering, pastda mana uchala 2 bu 8 bilan ketdi. Bu yerdagi 2 6 bilan kelsa, mana 3 qolyapti, barobar iltizosda 21 ko'paygan, 7 kara 3 qolyapti, u yana 21. Yuza 21 ekan, bo'ldi. Xullas, mana bu joydagi uchburchakning yuzasini Gerron orqali topdim, 21. Endi mana xossamizga ko'ra, bular ham yana o'xshashlik qilib kelsangiz ham bo'laveradi. 3 ga ko'paytirib olsam, mana yer chiqishi kerak ekan. 3 ga ko'paytirsak 63. Ana endi bizdan so'ralayotgan mana 6 burchakning yuzasi S 6 burchak, xullas mana shu 63 ga qo'shaman ekan, nimani? 40,5 ni. Ya'ni bu teng bo'ladi 103,5 degan natija chiqar ekan. Hop, 103,5 deganimiz bu adashmasam 207 taqsim 2 bo'ladi. Bu A javobga to'g'ri kelar ekan. 19-misol. ABCD kvadratning BC tomonida Y nuqta olinibdi va BE ni YC ga nisbati 3/1 ekan. Ya'ni mana bu joydan Y nuqtani olibmiz mana. Va mana unaqangi shart beryapti. BY ni YC ga nisbati 3/1. Bu degani mana yerda 3x desak, bu yer x degani bo'lib qoladi. Ana shuni beryapti. Shartni qanoatlantiruvchi Y nuqta olingan. AED burchak tangensini toping. Xo'p. AED, ya'ni bunday o'tkazadigan bo'lsak, mana AE va D bilan almashtirishim kerak. Mana. Demak, AED burchak, mana shu burchakni alfa deb qo'yaman. Demak, tangens alfani qiymatini topib berishimiz kerak. Xo'p, bu yerda nima qilsak bo'ladi? Qani, e'tibor bering. Xo'p, bu yerdagi shu burchakni x deb qo'yaylik. Mana x ni ishlatib qo'yibman, phi deb qo'yaman. Mana phi. Mana shu burchakni tangensini topishimiz kerak. Demak, tangens phi ni
topib berishim kerak. Xo'p, uning uchun nima ish qilamiz? E'tibor bering. Mana bu joydagi burchakni alfa deyman. Bu yerdagi burchakni beta deyman. Bu burchakda tangenslarini bemalol topsak bo'ladi. E'tibor bering, kvadrat tomoni uzunligi nimaga teng bo'lyapti? 4x bo'lyapti. Bu yoq ham 4x bo'ladi. Bu yoq ham 4x, bu yoq ham 4x bo'lib qoladi. Ana endi mana alfa bilan alfa beta fini o'zaro bog'lab olsak bo'ldi. Xo'p. Bu yer alfa bo'ladigan bo'lsa, bu yoq nima bo'ladi? 90 minus alfa bo'ladi. Ya'ni jami nima bo'lishi kerak? 90 bo'lishi kerak. Bu yer alfa bo'lsa 90 dan alfani ayirib yuborsangiz bu yoq qoladi. Beta bo'lsa bu yog'i nima bo'lib qoladi? 90 minus beta bo'lib qoladi. Jami 90 da 90 dan beta chiqib ketsa bu yerdagi burchak qoladi. Ana endi uch burchakda mana A, E, D uch burchakda ichki burchaklari yig'indisi nimaga teng? 90 minus alfa bitta burchagi, 90 minus beta ikkinchi burchagi, uchinchi burchagi fi. Mana shu narsa 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Ikkalasi 180 bo'lib turib bu bilan qisqarib ketdi-da. Xo'p, minus alfa minus betalarni u yoqqa o'tkazib yuborsak, fi'ni qiymati alfa plus betaga teng bo'lib qolar ekan. Ana. Endi mana shundan foydalanamiz. Mana bu ikkalasini tangenslari bor dedim. Hozir topaman uni. Tangens alfalarni topib qo'yib bo'lmasa, tangens alfa nima bo'ladi? Tangens alfa to'g'ri burchakli uch burchakda qarshidagi katetda yopishgan katetga nisbatan 1/4 ekan mana. X ni 4x esa 1/4. Tangens beta-chi? Endi bu yoqdagi to'g'ri burchakli uch burchakka e'tibor bersak, tangens beta qarshidagi katet 3x, yopishgan katet 4x, ya'ni 3x 4x ga nisbatan x lar qisqarib ketib 3/4. Ana endi biz topishimiz kerak edi tangens fi'ni. Uning uchun ikkala tomonni tangenslab olsak, mana tangens fi, tangenslab olsa bo'laveradi ikkala tomonni. Bu yerda nima bo'lib qoladi? Tangens alfa plus beta bo'lib qoladi. Ana. Tangens fi barobar buni yoyib yuborsak, tangens alfa plus betani formulasi. Tangens alfa plus tangens beta pastda 1 minus tangens alfa ko'paytirilgan tangens beta edi. Mana bu tayyor formula, shunga qo'ydik. Demak, tangens fi teng bo'lyapti. Endi bularning o'rniga son qiymatini qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ldi. Tepada 1/4 plus 3/4 ekan keyingisi. 3/4 pastda 1 minus 1/4 ko'paytirilgan 3/4. Ana. Mana shu yerda nima bo'lyapti? Suratda ham mahrajda ham xullas hisoblasak bo'ldi. Osonroq yo'l suratda ham mahrajda ham 16 ga ko'paytirib yuboraman. Buni 16 ga ko'paytirsam 4 bo'ladi. Buni 16 ga ko'paytirsam 4 qisqarib turib 12 bo'ladi. Pastda buni 16 ga ko'paytirsam 16 ayrilgan. Buni 16 ga ko'paytirsak 4 ga 16 ashin bilan qisqaradida 3 ta o'zi qoladi. Demak, natija bu ikkalasining yig'indisi 16, bu 13 mana. Demak, bizdan so'ralayotgan burchakda tangensi 16/13 ekan bo'ldi mana. Mana shunaqa holatda yechim bo'lar ekan. S javob ekan demak 19-misolga. 20-misol ABCD kvadrat berilibdi va kvadratni ichidan y nuqta shunday olinibdiki, A dan Y gacha bo'lgan masofa 6 va AE bilan Y'ni perpendikulyar qilib olinibdi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ADE 3 burchak yuzasini toping deyilyapti. Ya'ni mana shu yuza, mana S. Shu yuzani topib berishimiz kerak. Xo'p, bu yuzani qanaqa qilib topamiz? Endi e'tibor bering, kvadrat bo'lganligi uchun tomonining uzunligini x deyman, bu yoqlar ham x dan bo'ladi. To'rala tomon teng. Endi mana shu to'g'ri burchakli uch burchakda bu burchagini alfa deb tursak, bu yog'i nima bo'lib qoladi? 90 minus alfa bo'ladi. Jami burchak 90 gradus bo'lishi kerak edi. Alfa bo'lsa, 90 dan alfani ayirib olsangiz bu yog'i qoladi. Xo'p, endi mana yuza nimaga teng bo'lyapti? Yuzani yozaylik. S barobar 1/2. Ya'ni uch burchakli yuzini topish. AB ko'paytirilgan sinus alfa 1/2. AB sinus alfa. A bilan B yon tomonlari yorasida burchak sinus degan formulaga qo'yapman demak. 6 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan sinus 90 minus alfa bo'lib qoladi. Mana shu burchakni olish kerak. Buni biroz soddalashtirsak, s barobar 6 bilan bu qisqaradida 3x ko'paygan. Bu nimaga teng endi? Kosinus alfaga teng. Keltirish formulasida mana shunga teng bo'lib qoldi. Endi kosinus alfa mana tomondan topib olsa bo'lar ekan. To'g'ri burchakli uch burchakda kosinus alfa nima edi? Kosinus alfa to'g'ri burchakli uch burchakda yopishgan katetni gipotenuzaga nisbatan alfaga 6 yopishib turibdi. Mana 6 ni gipotenuzasi
x bo'lyapti bu yer 90 dan. Bu qo'shimcha alfani o'rniga demak olib kelib qo'ysak bo'ldi. S barobar 3x ko'paytirgan qo'shimcha alfani o'rniga 6 taqsim x qo'ydim men. Ya'ni bu mana qo'shimcha alfani o'rniga keldi. Bular qisqarib ketsa 18 degan natija chiqib qolar ekan. 20-misolga demak 18 degan javob bo'lyapti. B javob ekan. To'rtburchaklar mavzusi 3-testni yakunladik. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.